Assalomu alaykum azizlar, sog'misizlar, omonmisizlar? Qonun faqat qog'ozdami kanali muallifi Qudratli Qurbonov yana sizlar bilan birgalikda. Azizlar, bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasidagi vazirlarga, Senat a'zolariga, deputatlarga, qolaversa qisqasi qonun chiqaruvchilarga bo'ladi. Hurmatli qonun chiqaruvchilar, sizlarga mening savollarim bor. Sizlar chiqarayotgan va qabul qilayotgan qonunlaringizni asosiy maqsadi nima? Bu qonunlarni qabul qilishdan maqsadingiz nima? Muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, xalqni yashash turmush tarzini yaxshilash maqsadi yo'lida qonun qabul qilyapsizlarmi? Yoki bechora xalqni shilish, qiynash, talon-taroj qilish yo'lida bo'layaptimi? Men tushunmadim. Mana 2026-yil 1-apreldan kuchga kirgan ballik sistemani olsak. Ballik sistemada avtomatlashtirilgan foto va video qurilmalari orqali aniqlangan qoidabuzarliklar ballik sistemaga yoziladi deyilgan. Radarlar qisqa qilib aytganda. Bu kimning pravasi deyishat bo'ladi bunda? Mana misol qilamiz, men sizning mashinangizni sotib oldim. Ishonchnoma orqali. Siz aytyapsiz, "Jo'ra, buni radari boshqa. Aka, bitta telefon qiling, men to'lab beraman." Gap bo'lishi mumkin emas. Ana ilovalar bor, ro'at, shunga o'xshash. Men kiraman-da, ko'rib turaman, jarima bo'ldimi? Sirasi to'layman. Agar sizga xat kelsa, nima bo'lsa, telefon bo'lsa, bir telefon qiling, to'lab beraman. Chunki hozir xat jo'natish emas, o'sha transport vositasi egasining qo'l telefoniga telefon qilinadi. Avtomatik kompyuter tomonidan robot orqali deyilgan, sun'iy intellekt. Yaxshi. Endi balk kimga yoziladi? Haydovchigami ishonchnoma orqali boshqarayotgan yo transport vositasining egasigami? Buni o'ylab ko'rdingizlarmi? Bundan avtotransport vositasini sotgan avtotransport vositasining egasi bilan uni sotib olib boshqarayotgan haydovchi orasida nizo janjal kelib chiqmaydimi? Men yo'l patrul xizmati inspektori GAIdan so'radim. Shu narsani. Bu yoq qanday bo'ladi deganimda, aka, hurmatli haydovchi, buni sudga murojaat qilasiz. Sizni ortingizdagi avtotransport vositasini ishonchnoma bilan boshqarayotgan bo'lsa, u radarga tushib ballik sistema bal yozilib turib, sizni pravangiz rishat bo'lsa, sudga murojaat qilasiz. Sudning qarori bilan u yoqqa o'tadi. Keyin pravangiz ochiladi, qayta beradi. Endi siz o'ylab ko'ring. Bu ortiqcha ovoragarchilik emasmi? Bu ortiqcha ovoragarchilik emasmi? Mana endi bu yerda o'sha ro'yxatda tezlik, qizil chiroq, telefon, shunga o'xshashlar avtomatik foto va video qayd etish moslamalari orqali aniqlanadi. Qolganlari yo'l belgilari, kamar taqmaslik, piyodaga yo'l bermaslik, bular GAI xodimi tomonidan rasmiylashtiriladi, protokol tuziladi-da. Bularga GAI o'sha haydovchini yozadi. Lekin foto va video qayd qilish moslamalar tomonidan rasmiylashtirilgan jarimalar balga kirsa, u bilmaydi unda kimligini. Endi sudga murojaat qilish yana ovoragarchilikmi?
Men bu aytganda sizni mashinangizda olganman. Siz sudga murojaat qilyapsiz. Sud qaror qabul qilgunga qadar siz transport vositasi boshqara olmaysiz-ku o'zingizga minib yurganda. Chunki pravoyingiz ishlatib qo'ygan sizni. Sud qaror chiqarib bergandan keyin yana prava bo'lib boshqa olasizmi? Sudning to'lovlari, ketgan vaqt, bularni o'ylamadingizlarmi? Bularni o'ylab qaror qabul qilsangizlar maqsadga muvofiq bo'lmaydimi? Muhtaram prezidentimiz stolga yopishib o'tirmasdan chiqib xalqning ichiga borib, xalq bilan yashab, xalqning turmush tarzini o'rganib, keyin qaror qabul qil dedilar. To'g'rimi? Sizlar nimaga o'tirgan joylaringizda kresloda qaror qabul qilasizlar? Bundan maqsad nima? Naf nima? Yana bittasi. Hozir ijtimoiy tarmoqda dolzarb mavzu bo'lganlardan biri auto va moto transport vositalarini qayd etish guvohnomasi, ya'ni texpasport. Texpasportni har 5 yilda almashtiriladi deb ijtimoiy tarmoqda bong urilyapti. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Sizlar o'ylab ish qilyapsizlarmi? Yo bechara xalqni maqsad bir tiyinsiz qoldirishmi? Ishlaydigan bor, ishlamaydigan bor. Buni o'ylayapsizlarmi? Ishsizlik ko'p. Sizlar bunaqa qaror qabul qilishdan oldin ishsizlikni bartaraf qilish yo'llarini qidiringlar. Ishsizlikni bartaraf qilish to'g'risida qarorlar qabul qilingizlar. Ana xalqimizga yordam bo'ladi. Sizlarni duo qiladi. Sizlarni shu lavozimga, shu mansabga xalq saylagan-ku. Xalqning ishonchini oqlayingizlar, ishsizlikni kamaytiringizlar, yuzlarimizni yo'qotingizlar. Ishsizlikni, korrupsiyani yo'qotingizlar. Xalqimiz duo qilsin. Ha, shuni saylovdik, ishonchimizni oqlab desin. Asosan deputatlar xalq saylagan. Bu nima degan ahvol? Buni biron kishi o'ylab, fikr qilib nima qiladimi? Nima uchun chiqargan qarorlaringizni xalqqa bayonot bermaysizlar? Muhtaram prezidentimiz O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish uchun xalqqa murojaat qildilar. Xalqning fikrini bildilar. Keyin referendum orqali bo'ldi. Bu chiqarayotgan qarorlaringizni, qabul qilingan qonunlarni referendum qilinglar deganim yo'q. Xalqning fikrini bilingizlar. Mana muhtaram prezidentimiz aytdilar, xalqning dardini kim bong urib olib chiqadi? Bloger va jurnalistlar dedilar. Yana aytdilar, o'ylamanglar. Bu ochiqlik siyosati to'xtamaydi, davom etadi. Bloger va jurnalistlar olib chiqadi. Bu davom etadi dedilar. Orqaga yo'l yo'q. Hech qachon to'xtamaydi dedilar. Ilohim umrlardan baraka topsinlar. Men muhtaram prezidentimizga ishonib, muhtaram prezidentimizga suyanib, xalqning dardini olib chiqyapman. Bundan keyin ham Xudo xolasa xalqning dardini olib chiqaman. Hurmatli qonun qabul qiluvchilar, men bitta murojaatimda sudyalarga savol berganman. Sizlarning oldlaringizga tarozi nima uchun qo'yiladi deb. Bu aynan faqat sudyalar uchun emas, sizlarga ham shu savol. Tarozi nima uchun qo'yiladi? Tarozi nima uchun kerak? Faqat bozorda, do'konlarda, savdo rastalarida o'lchash uchun emas. Qabul qilinayotgan qonunlar, chiqarilayotgan qarorlarni ham taroziga solib tenglashtirish kerak oldin. Tarozda teng bo'lsa, keyin qabul qilinadi.
unday yoki bunday bo'lsa u qabul qilinmaydi. Buni ham o'ylaysizlar og'aynilar. Sizlarning maqsadlaringiz nima? Mana bu jarimadan pullar tushyapti. Mana bu yana texpasport almashtirishga qancha pul bo'ladi? 2 million qancha? Bu pullar qayerga ketyapti? Sizlar oldin bir yo'llarimizni ta'mirlaysizlar. Yo'llarimiz talab darajasiga kelsin, javob bersin talabga jahon standarti bo'yicha. Mayli jahon standarti bo'yicha bo'lmasa ham O'zbekiston standarti bo'yicha javob bersin. Yo'llarimiz o'nqir, cho'nqir, yama, chuqur, balo, batar. Bechara xalq shu mashinada yuradi shu yo'lda. Mashinasi buzilib remont qiladi-ku, xarajat qiladi-ku. Yana sizlar nimaga buncha qiynaysizlar, ishlasizlar? Buni ham o'ylab ko'rdingizlarmi? Shuncha pul qayerga ketyapti? Avval xalqni bir o'z holiga qo'yingizlar. Mayli texpasport almashtirsin. Sizlar aytgancha bo'lsin. Tonirovkani qayta jihozlashdi. Bekor qilingizlar, tekin bo'lsin. Anaqa qilsalar rahmat etsin. Mayli 5 yilda almashtirsin. Mashinaga bitta bolt burasa ortiqcha murvat deydi o'zbek tilida, rus tilida bolt deydi. Kamida bir kishi o'zbekcha nima deb so'ragan uchun aytyapman, bitta bolt burasin yo murvatini o'zgartirsin. Qayta jihozlashga ruxsat olish kerak. Qayta jihozlashga ruxsat olganda o'sha siz aytayotgan texpasport almashadi-ku. Yo, oldingidek varaqli texpasport emas-ku, pechat urib bersa. Texpasport almashtirilyaptimi? Xudoga shukr, gaz qo'yilganda almashtirilaydi, endi to'xtatildi. Buni bir o'ylaysizlar? Shuncha tushum qayerga ketyapti? Shuncha pulni kim ishlatyapti? Yo'llarimiz ravon bo'lmasa, boshqa bo'lmasa, mana Samarqand Toshkent trassa pulli yo'l ochildi. Kilometri shu puldan deyildi. Boshqa yo'lda tezlik 100 dan oshsa avariya bo'ladi-yu, pulli yo'lda avariya bo'lmaydimi 120 gacha? Buni ham bir o'ylab ko'rish kerak deyman. Chunki qonun barchaga barobar bo'lishi kerak. O'zbekistonda yuqori tezlik 100 mi? 100. O pulli yo'l bo'ladimi, boshqa yo'l bo'ladimi? Qiziq bo'lmaslik kerak. Endi pulli yo'l ravon, tekis, toza. Shunisi farq qiladi. Aynan. Masofa bitta. O'sha kilometr misol uchun Navoiydan Uchquduqgacha 300 kilometr bo'lsa, shu hozirgi yo'l ham 300 kilometr. Pulli yo'l qurilsa, o'sha pulli yo'l ham 300 kilometr bo'ladi. Hech qachon pulli yo'l 200 yoki 150 kilometr bo'lmaydi, o'g'aynilar. O'ylab turib fikr qilaylik. Muhtaram prezidentimizga prezident qabul qilayotgan qonunlarni ham sizlar to'g'ri tushuntirsangizlar, to'g'ri talqin qilsangizlar, muhtaram prezidentimiz sizlarga yo'q demaydilar, sizlarni itarib xonadan chiqarib yubormaydi, yo'qol deb. Muhtaram prezidentimiz xalqning manfaati, yaxshi yashash turmush tarzi uchun jon kuydiryaptilar. Sizlar vatanga, mamlakatga, prezidentga sodiq holda faoliyat olib yurtingizlar, shundagina nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Kommentda fikrlaringizni kutib qolaman. Zora egalariga tezroq yetib borsa. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar.